Bugun ayrim fuqarolar kiberfiribgarlar tuzog'iga tushib aldanib qolayotgani sir emas. Shu kabi holatlarni oldini olish maqsadida Sirdaryo viloyati qo'riqlash boshqarmasi tomonidan targ'ibot tadbirlari tashkil etildi. Sirdaryo viloyati qo'riqlash boshqarmasida Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi mutaxassislari jalb qilingan holda xodimlarning kiber jinoyatlarga qarshi immunitetini yanada oshirish maqsadida targ'ibot tadbiri o'tkazildi. Tashkil etilgan tadbirda xodimlarga aholi o'rtasida kiber xavfsizlik bo'yicha xabardorlikni oshirish, kiber jinoyatlarga qarshi kurashish, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, internetdan foydalanishda ehtiyot choralarini ko'rish hamda kiber hujumlardan saqlanish bo'yicha amaliy tavsiyalar berildi. Hududlardagi qo'riqlanayotgan obyektlarda faoliyat olib borayotgan xodimlar tomonidan fuqarolarga kiber makonda sodir etilayotgan jinoyatlarga qarshi immunitetni shakllantirish hamda kiber firibgarliklardan saqlanish usullari bo'yicha tushuntirish va targ'ibot tadbirlari olib borilyapti. Shuningdek, bu kabi ishlar jamoat joylarida ham o'tkazilib, kiber firibgarlik qurboniga aylanmaslik uchun maxsus tayyorlangan flayerlar tarqatilmoqda. Mazkur tushuntirish ishlarining real hayotda uchrayotgan holatlar misolida berilgani targ'ibot ta'sirchanligini ta'minlayapti. Bunday tadbirlar nafaqat huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari, balki keng jamoatchilik o'rtasida ham kiber xavfsizlikka oid bilim va madaniyatni oshirishga, fuqarolarning bu boradagi xabardorligini va hushyorligini kuchaytirishga xizmat qiladi.